2026 yilgi Chevrolet Corvette Avalanche modeli sport avtomobil ruhi va kuchli pikap xarakterini birlashtirgan yangi konsepsiya sifatida taqdim etilmoqda. Bu model Chevrolet tomoshabinlari uchun qiziqarli bo'lgan dizayn, texnologiya va ishlash ko'rsatkichlarini uyg'unlashtiradi. Corvette Avalanche tashqi ko'rinishda agressiv old panjara, keng havo kirish joylari va aerodinamik chiziqlar bilan ajralib turadi. Past silueti va keng g'ildirak bazasi yo'lda barqarorlikni oshiradi. LED yoritish tizimi zamonaviy ko'rinish beradi va tunda ham aniq ko'rishni ta'minlaydi. Korpusda yengil materiallardan foydalanilgani tezlanishni yaxshilaydi va yoqilg'i samaradorligini oshiradi. Ichki makonda haydovchi markazga olingan ergonomik joylashuv mavjud. Raqamli asboblar paneli, katta sensorli ekran va premium materiallar yuqori darajadagi qulaylikni yaratadi. O'rindiqlar sport uslubida bo'lib, uzoq safarlarda ham qulaylikni saqlaydi. Shovqinni kamaytiruvchi izolyatsiya texnologiyasi salon tinchligini ta'minlaydi. Dvigatel qismi Corvette an'analariga mos ravishda yuqori quvvatga ega bo'lishi kutilmoqda. Turbo zaryadlangan va 8 variantlari kuchli tortish va tezkor javob beradi. To'liq g'ildirakdan tortish tizimi turli yo'l sharoitlarida ishonchli boshqaruvni ta'minlaydi. Uzatmalar qutisi silliq va tez almashinish bilan sport haydash hissini kuchaytiradi. Osma tizimi yo'l notekisliklarini samarali yutadi va burilishlarda aniqlikni oshiradi. Texnologiyalar qatorida ilg'or haydovchiga yordam tizimlari mavjud. Adaptiv kruz nazorati yo'lni ushlab turish yordamchisi va favqulodda tormozlash xavfsizlikni oshiradi. Multimedia tizimi smartfonlar bilan tez ulanadi va ovozli boshqaruvni qo'llab-quvvatlaydi. Internetga ulanish funksiyasi real vaqt ma'lumotlarni taqdim etadi. Yuk tashish qobiliyati Avalanche nomiga mos ravishda kengaytirilgan. Orqa qismdagi yuk maydoni sport jihozlari va kundalik ehtiyojlar uchun yetarli. Elektron boshqariladigan qopqoq yukni himoya qiladi va foydalanishni osonlashtiradi. Ushbu model